Duoning kuchi. Muborak zotlardan biri Zambilli Ali afandi rafiqasidan hech mamnun bo'lmas ekan. Bir kuni u safarga chiqibdi. Yo'lda ketib borar ekan, ikki yo'lovchiga duch kelibdi va ular bilan hamrohlikda davom etibdi. Bir muddatdan so'ng qorinlari ochibdi. Ulardan biri Allohim, bizga taom yo'lla deb duo qilibdi. Birozdan keyin bir odam ularning oldiga kelib, qo'lidagi turli yeguliklarni berib ketibdi. Qorinlari to'ygach, yana yo'lga tushibdi. Yo'l yurishibdi, mo'l yurishibdi. Yana qorinlari och qapti. Bu safar ikkinchi yo'lovchi Allohim, bizga taom jo'nat deya duo qilibdi. Biroz vaqt o'tib, qo'lida turli taomlar tutgan kishi ularga ovqat berib ketibdi. Qorin g'ami arigandan so'ng yana yo'lga tushibdi. Anchagina yurishgach, tag'in ovqatlanish uchun to'xtashibdi. Navbat Zambilli Ali afandiga kelibdi. U kishi biroz o'ylanib turibdi-da, shunday deb duo qilibdi. Yo Rabbim, bu birodarlar kimning hurmatidan sendan taom so'rashgan bo'lsa, men ham uning hurmatidan yegulik so'rayman. Biroz kutishgach, qo'llarida turli noz-ne'matlar bilan ikki kishi kelibdi. Hamrohlar hayron bo'lib so'rashibdi. Nima deb duo qilgan edingiz? Avval sizlar nima deb duo qilganingizni aytinglar, debdi Zambilli Ali afandi. Allohim, bizga rafiqasining aziyatiga sabr qilib buyuk maqomlarga erishgan Zambilli Ali afandining hurmatidan taom jo'nat deb duo qilgan edik. Shunda Zambilli Ali afandi hammasini tushunib yetibdi. Safardagi yo'ldoshlariga qarab, mening safarim shu yerda poyoniga yetdi. Endi uyga qaytishim kerak, debdi. U shunday yuksak martaba va maqomga rafiqasining aziyatlariga chidab, sabr qilgani uchun erishganini anglab yetibdi. Agar sabr va duoning kuchini idrok eta olganimizda edi, balki peshonamiz sajdadan ko'tarilmas, tilimiz va qo'limiz duodan to'xtamas edi.